Assalomu alaykum do'stim. Photoshopni o'rganishdan burun oldin bilan rasmlar bilan bir tanishib chiqaylik. Albatta rasmlarning formatlari biz uchun intayin muhim. Biz doim bilib turgan bo'lg'achqa biz buni bir ko'rib chiqaylik. Bu ijodning ichida 5 dona rasm turibdi. Parmoqqa 4si butunlay o'xshashda qiladi. Lekin bu yer yana birisi piyas altidagi hujjat bo'lib, bu biz ko'rmagachga biz qanday ekanligini bilmadik. Amaliyotda bu 5 dona rasmning hammasi o'xshash, lekin bularning formati o'xshamaydi. Bularning formati yana kengaytirilgan nomini ko'rish uchun Windows 8 da biz tekshirish degan orqali tekshirishning ichidan hujjatning kengaytirilgan nomini chekib olsak, bu yerda o'xshamagan rasmning o'xshamagan formatini borligini his qila oldik. Yani birincisi GIF altidagi GIF altidagi rasm, ikkinchisi JPEG, üçüncüsü PNG altidagi rasm, to'rtinchisi PSD, beshinchisi TIFF. Bu rasmlar qarmoq o'xshash bo'lgan bilan kengaytirilgan nomi o'xshamaydi. Bular zot o'xshamaydi degan chog'da bularning mazmunini qarab boqaylik. Bularning amaliyotda farqlantirish darajasi hammasi o'xshash 1940 ko'paytirilgan 1300 hammasi o'xshash, lekin bularning egallagan sig'imi o'xshamaydi. Formati o'xshamaganlikda sig'imi o'xshamaydi. Buning uchun eng kichigi bu hujjatga nisbatan qanchaqda GIF altidagi rasm, ya'ni 139 GB. Ondan qalsa JPEG, undan boshqa PNG, PSD, TIFF altidagi rasmlarning hammasining sig'imi o'xshamaydi. Bularninki odatda rasm bartaraf qilish yoki bularni rasmni yig'inchoqlash, pirislash nuqtasi o'xshamag'achqa bularning egallagan nisbatan o'xshash bo'lmaydi. Hamda biz bu rasmlarning formatlari to'g'riliq biroz so'zlab o'taylik. Rasm formatlari deydi. Odatda biz ko'p uchraydigan rasm formatlaridan nimalar bor degan chog'da birinchisi JPEG, ya'ni JPEG deb qo'yamiz. Ko'pincha vaqtlarda JPEG. Bu ingliz nomi Joint Photographic Experts Group. Bu nima degan chog'da biz intayin ko'p ishlaydigan rasm format shakli. Odatda torbatlarda yoki oila turmushlarimizda hammasida JPEG rasmlar bizdan ayrilmaydi. Biz intayin ko'p ishlaydi. Buning bir kamchiligi nima degan chog'da rasmlarni yig'inchoqlagan yoki pirislagan chog'da buningki ma'lum darajada zaxmlanish yoki g'uvalishish, tutuqlashish degandek ahvollar ko'rildi. Bundan boshqa PNG altidagi rasm. Bu PNG altidagi rasmning to'liq format shaklining to'liq nomi bo'lsa Portable Network Graphic Format. Bu nima degan chog'da bu mendan ko'p ishlaydigan rasm shakli. Buning bir ortiqchiligi nima degan chog'da buningda alfa tonal bo'lganligi uchun buningda rasmlarningki keyni tagliklarini suzitish holati yetalaymiz. Intayin yaxshi. Uning sig'imi kichik bo'ladi. Buni torbatlarda yoki internet qolgan jihatlarda ko'p ishlatamiz ham ishlata olamiz. Bundan boshqa GIF altidagi format shakli. Buning to'liq nomi Graphics Interchange Format. Buni odatda CompuServe shirkati 1987-yili borliqqa keltirgan. Bu intayin ko'p uchraydigan bir rasm shakli. Buning bir afzalligi nima degan chog'da bu rasmningki zaxmlanish darajasini eng tuvanga tushiradi. Undan boshqa shakllardan TIFF altidagi format shakli, ya'ni Target Image File Format. Bu eng dastlabda Macintosh Alma kompyuterdan umumlashgan rasm shakllari. Buning bir kamchiligi nima degan chog'da sig'imiga yo'g'on. Odatda o'xshash bir parcha rasm TIFF altidagi rasm GIF altidagi rasmning 3 yuqori o'rniga olishi mumkin sig'imni. Lekin JPEG altidagi rasmdan yana 10 cho'ng bo'lishi mumkin. Bunun eng og'irgisi PSD. Bu nima degan chog'da biz o'rganmoqchi bo'lgan Photoshopning maxsus vujudi. Bu Photoshop, ya'ni Adobe shirkati ishlab chiqqan rasm bartaraf qilg'ich yumshoq detalli Photoshop orqali ichishga, shu orqali rasmlarni tahrirlashga bo'ladi. Buningda rasmlarningki har qaysi rasm qavatlari, lekin rang qavatlari, tonal deganlarimiz intayin yaxshi saqlanadi. Biz buni shu Photoshop orqali buni ochib ko'ra olamiz. Endi biz bu rasmlarni bir o'zimizning ko'rib boqaylik. Men birinchi rasmni
chekish orqali Windows'ninki rasm ko'rgich ko'ra oldim. Buni qanday qildik degan chog'da biz buni odatda sukutni ochib ko'radigan uslubini belgilash orqali bilalaymiz. Ben bu yerda shu rasmlarni, ya'ni giyoya faoliyatidagi rasmlarning hammasini shu Windows'ninki o'zining rasm ko'rgich ochsam bo'ladi deganini belgilab qo'yganligim uchun avtomatik menga ichib berdi. JPG'ni men shunday belgilab qo'yg'achqa bu bevosita ichib beralaydi. PNG oddiy rasmlar shunday yaxshi ichildi. Lekin bu yerdagi PSD oddiy rasmni ochmoqchi bo'lsam, men bu Windows'ning rasm ko'rgich orqali bevosita ocholmayman. Bu sig'imini ichish uchun yana Photoshopni chaqirish to'g'ri keldi. Undan boshqa TIA faoliyatidagi rasmni ko'rib boqay. Buni ichish uchun men Windows'ning rasm ko'rgich ochmoqsam ocha olmayman. Bu nihoyat yaxshi, lekin sig'im sal yo'g'on. Endi men buni PSD altini Photoshop orqali ochsam, bu yerda chiqqani bu qachlangan xat shakli sizning kompyuteringiz yo'qkan, qanday qilamiz deydi. Buni hal qilib hozircha vaqtni hal qilmay turay. Hal qilmagan chog'da bu yerdagi xat nusxalari bir ogohlantirish belgisi orqali ko'rildi. Lekin biz buni orqali yanada normal ko'rish maqsadiga yeta olamiz. Mana bu rasmlar hammasi o'xshash, lekin bu Photoshopda bo'lsa, buning qavatlarga bo'lingan bo'lg'achqa, biz bularni xohlagan vaqt takrorlash, yoki o'chirish, yoki yangilash maqsadiga yeta olamiz. Biz buni keyingi soat so'zlaylik. Rahmat.